Immun tizimi – bu bizning organizmimizni bakteriyalar, viruslar va toksinlar kabi zararli moddalardan himoya qiladigan tizimdir. Bugun biz antigen va antitana o'zaro ta'siri, ya'ni antigen va antitana reaksiyasi haqida gaplashamiz. Bu jarayon immunitetda juda muhim rol o'ynaydi. Antigen nima? Antigen bu organizmga kirganda immun javobni keltirib chiqaradigan har qanday begona modda. Bular bakteriyalar, viruslar, chang bo'lishi mumkin. Oddiy qilib aytganda, antigenlar bu bosqinchilar, immun tizimi esa ularni yo'q qiluvchi armiya. Antigenlar odatda oqsillar yoki polisaxaridlar bo'lib, bosqinchilar yuzasida joylashgan bo'ladi. Antitana nima? Antitanalar bu Y shakldagi molekulalar bo'lib, ular aniq antigenlarni taniydi va ularga bog'lanadi. Bu jarayon kalt qulf tamoyiliga o'xshaydi. Har bir antitana faqat o'ziga mos antigen bilan bog'lanadi. Antigen-antitana reaksiyasi qanday kechadi? Birinchi, tanish. Immun tizimi begona moddani aniqlaydi va unga qarshi maxsus antitanalar ishlab chiqaradi. Ikkinchisi, bog'lanish. Antitananing o'zgaruvchan qismi antigenning ma'lum qismiga bog'lanadi. Bu jarayon spetsifik. Har bir antitana faqat bitta antigen turiga mos keladi. Uchinchisi, neytrallanish. Antitana antigenni zararsizlantiradi, hujayraga kirishni to'sib qo'yadi. To'rtinchisi, agglutinatsiya. Antitanalar antigenlarni bir-biriga yopishtirib qo'yadi. Bu esa immun hujayralariga ularni oson yo'q qilish imkonini beradi. Beshinchisi, opsonizatsiya. Antitanalar antigenlarni belgilab beradi. Natijada fagositlar ularni tezroq yo'q qiladi. Antigen-antitana reaksiyalarining turlari. Birinchisi, pretsipitatsiya. Eruvchan antigenlar antitanalar bilan birikib, erimaydigan kompleks hosil qiladi va cho'kadi. Ikkinchisi, agglutinatsiya. Eruvchan bo'lmagan antigenlar antitanalar ta'sirida bir-biriga yopishadi. Uchinchisi, komplement tizimi faollashuvi. Antigen va antitana birikkanda komplement tizimi ishga tushadi va patogenlarni yo'q qilishga yordam beradi. Vaksinalardagi ahamiyat. Antigen-antitana reaksiyasi vaksinalarning asosiy tamoyili hisoblanadi. Vaksina qilganda organizmga zaif yoki faol bo'lmagan patogen kiritiladi. Organizm unga qarshi antitanalar ishlab chiqaradi. Kelajakda haqiqiy infeksiya kirsa, organizm tezda javob beradi. Xulosa qilib aytganda, antigen-antitana reaksiyasi immun tizimining eng muhim jarayonlaridan biridir. U antigenni taniydi, unga bog'lanadi va zararsizlantiradi. Shu orqali organizmni kasalliklardan himoya qiladi. Bu jarayonni tushunish vaksinalarning qanday ishlashini ham anglashga yordam beradi.